Chunki sen borsan Alloh. Ali ibn Jobir al-Fayfi. Toshkent, Matbaachi 2022-yil 208 bet. Ushbu kitob Alloh taoloni tanish, ta'bir joiz bo'lsa u zot bilan qanday qilib samimiy va sahih munosabat o'rnatish haqidadir. Kitob mutolaasi o'ziga zulm qilgan, gunohlarga botgan kishiga qanday chiroyli tavba qilishni, og'ir kasallikka chalingan holatda qanday qilib shifo so'rashni, qarzga botib qolganda qanday qilib najotga erishish yo'llarini ta'limini beradi. Xullas, ushbu kitob yakka-yu yagona Xoliqimiz Alloh taoloning qudrati cheksizligini, rahmati naqadar kengligini o'ziga xos tarzda hammaga tushunarli tilda bayon etishi bilan ham juda ahamiyatlidir. Bag'ishlov. 7 yoshli bola edim. Bir kecha onamning "Xufton o'qidingmi?" degan savoliga yolg'ondan "Ha" deya javob berdim. Onam menga shubha bilan qaradi-da aytdi: "Nima desang de, lekin bilib qo'y, u zot seni ko'rib turibdi." Onamning bu so'zidan murg'ak yuragimga qo'rquv kirdi va namoz o'qigani o'rnimdan turdim. Onamga bag'ishlayman. Ko'nglim tinch, xotirjam, g'am yo'q, alam yo'q. Chunki sen borsan Alloh. Hayot quyoshim botmas, tun yo'q, sitam yo'q. Chunki sen borsan Alloh. Hamon umid ila to'ladir qalbim, chunki sen borsan Alloh. Nurlar ila oshno bo'ladi qalbim, chunki sen borsan Alloh. Muqaddima. Alloh taologa hamdu sanolar, Nabiy alayhissalom va sahobalariga hamda u kishini do'st tutgan barchaga salovat va salomlar bo'lsin. Bu kitob Alloh taoloning ba'zi ismlari haqida, zaifligimga qaramay qudratli zot to'g'risida, ojizligimga qaramay qodir zot haqida va johilligimga qaramay alim zot to'g'risida yozishga jur'at qildim. Kitob o'rta ma'lumotli odam tushuna oladigan, kasal odam yotgan joyda, mahzun inson ko'z yoshlar orasida, muhtoj kishi qayg'ulariga ko'milgan holida ham o'qiy oladigan yengil kitob bo'lishiga intildim. Aminmanki, inson o'z qalbini Allohga bog'lashi, uni tanib ko'rsatmalariga rioya qilishi, u zotga muhabbat qo'yishi, undan qo'rqishi va umid qilishi oxiratda najot kaliti bo'lgani kabi, bu dunyoda ham baxt saodat garovidir. Banda fikru yodi va g'am tashvishlarini insu jinni faqat o'ziga ibodat qilish uchun yaratgan zot Alloh taologa qaratishi bilan undagi butun mahzunlik, vasvasa va g'am anduhlar barham topadi. Alloh taoloning go'zal ismlari bobi iymonning buyuk boblaridandir. Uning darvozasidan ichkariga qadam tashlagan banda o'ziga xos muqaddas olam sari odim otgan bo'ladi. Bu olam uning qalbini haq taoloni ulug'lagan holda sajda qilish, ruhini esa muhabbat va xushu bilan u zotga tavba tazarru qilish sari yetaklaydi. Bu kitob orqali men Alloh subhanahu va taoloning roziligiga yetkazuvchi yo'lni ko'rsatib berishga intildim. Uning ayrim ne'matlariga ishora qilish bilan avvalo o'zimga, qolaversa barcha musulmon birodarlarimga u zot barcha narsaga qodirligi, fazlu marhamati kengligi va barcha narsalarni eshitib, ko'rib turguvchi zot ekanligini yana bir bor eslatmoqchi bo'ldim. Bu kitob orqali qiyinchiliklar holdan toydirgan insonlarga dalda bo'lish, og'riqdan yorilayozgan boshlarini silash, undagi nasihatlar bilan ko'z yoshlarini artishni va yuraklarini kuydirayotgan o'tlarni o'chirishni maqsad qildim. Agar biz Allohning go'zal ism-sifatlarini bilmasak, zalolat sahrosida adashib qolamiz va bu sahroning otashi zabtida, ruhiy iztirob qumliklari girdobida hayotimiz kunlari sovirilib ketadi. Inson zoti borki ikki tanlov qarshisidadir. Yo Alloh yo'lini tanlab, unga iymon keltiradi, yoki shunga qarshi yo'lni tanlab, adashish, umrni zoyi qilish, bo'g'ilish, g'am, qayg'u va ruhiy iztirobga giriftor bo'ladi. Kitobni yozarkanman ilmda keng qamrovli yoki peshqadamlikni da'vo qilmoqchi emasman. Bil'aks, ojizlik, qosirlik va Allohning afviga muhtojligimni bo'ynimga olaman. Kitobimda biror yaxshilik va foyda mavjud bo'lsa, odamlar orasida tarqalishini haq taolo nasib aylasin. Aks holda Robbim mening barcha qusurlarimdan xabardor. Kitobimda biror yaxshilik va foyda mavjud bo'lsa, odamlar orasida tarqalishini haq taolo nasib aylasin. Aks holda Robbim mening barcha qusurlarimdan xabardor, men esa uning afv mag'firati naqadar buyukligini oz bo'lsa ham bilaman.
Qusurlarimni afv aylashini umid qilaman. Alloh subhanahu va taolodan niyatimni xolis qilishini tilab va qalbimning xatolarini afv va mag'firat qilishini o'tinib so'rayman. Parvardigori olamga behad hamdu sanolarimiz Hazrat Muhammad Mustafoga salovat va salomlarimiz bo'lsin. As-Somad, Allohning ismi, ma'nosi behojat zot. Butun olam bir bo'lsa ham sizga zarracha yomonlik yetkazishga qodir emas, agar Alloh xohlamasa. Butun olam bir bo'lib ham sizdan zarracha yomonlikni to'xtatib qolishga qodir emas, agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa. Ojizlik changaliga tushsangiz, muhtojlik qurshovida qolsangiz, musibatlar hujumiga uchrab g'am, qayg'u girdobida qolsangiz va bezovta ruhingizni olib qochgani bir ishonchli joy topa olmasangiz, bilingki, siz o'sha vaqtda hammaning hojati tushadigan, o'zi behojat, Somad zotga murojaat qilishingiz lozim. Alloh taolo Somad ismi insonni bu hayotda kuchli bo'lish, duch kelgan qiyinchiliklarni boshi tik holda qarshi olish va to'siqlarni qat'iyat bilan oshib o'tish uchun zarur bo'lgan barcha omillar bilan ta'minlaydi. Somad ismi bilan yangi davrni boshlang va ishoningki, ertangi kuningiz buguningizdan albatta afzal bo'ladi. Somadlik soyasida. Ko'rib turganingizdek, Somad ismi haybatli, o'ziga xos ulug'vorlikka egasi. Har qanday ehtiyoj tug'ilganda u zotga murojaat qilish ibodatdagi ixlosning eng muhim ko'rinishidir. Qilayotgan ibodatlarida ixlosli bo'lishga tirishgan odam bandalardan behojat bo'lib, yolg'iz Alloh taologa yolvorishi va murojaat qilishi, ya'ni Sumud ismini o'z qalbiga singdirishi lozim. Keling endi somadlik olamiga yaqin kelib, uning ba'zi ma'nolarini o'rganishga harakat qilamiz. Somad so'zi bir necha ma'nolarga ega bo'lib, ulardan biri maxluqotlar unga yolvorib murojaat qiladigan zot demakdir. Mazkur ma'no bu ismning eng asosiy ma'nosi bo'lgani sababli biz quyida uning aynan mana shu ma'nosi haqida so'z yuritamiz. Somad bu orzu-istaklarga erishish uchun murojaat qilinadigan, musibatlar vaqtida yordam so'raladigan, balo-kulfatlar chog'ida huzuriga shoshiladigan zot demakdir. Bu ism Qur'onning eng buyuk va eng qisqa suralaridan biri. Qur'oni Karimning 1/3 teng keladigan Ixlos surasida zikr etilgan. Ey Muhammad, ayting, u Alloh yagonadir. Alloh Somaddir. Somaddir, ya'ni barcha unga murojaat qiladi. Yordamga muhtoj bo'lgan odam ya Alloh deydi. Himoyaga muhtoj bo'lgan odam ya Alloh deydi. Hidoyatga muhtoj bo'lsa ham, lutfu marhamatga muhtoj bo'lsa ham ya Alloh deydi. Alloh Somaddir. To'lqinlar. Bandam meni go'zal ism sifatlarim bilan tanisin deb Haq taolo bandasini turli ehtiyojlar bilan o'rab qo'ygan. Bu ham somadlikning bir ma'nosidir. Hayotingizning har bir lahzasida siz Allohga muhtojsiz. Shunday ekan, ixtiyoriy tarzda unga murojaat qilmasangiz, noiloj holda murojaat qilishga majbur bo'lasiz. Ro'zg'ori ekkan bug'doyining pishishiga qarab qolgan, aksiga olib yig'im-terim vaqti kechikib ketgan yoki bo'lmasa yomg'ir yog'may ekinlari quriy boshlagan dehqon osmonga qarab ya Alloh deydi. Mingan kemasi tog'dek ulkan to'lqinlar qurshovida qolib, o'lim dahshatidan, ichidagi hayot xotirjamligidan asorat ham qolmagan inson ya Alloh o'zing qutqar deydi. Uchuvchi o'chog'imizning g'ildiraklari ochilmay qoldi. Muammo hal etilgunga qadar aeroport ustida uchib turamiz deb e'lon qilsa, uchoqdagi yo'lovchilar har qanday yuqori lavozimli tanishi bo'lsa ham unutib, yolg'iz butun mulk qo'lida bo'lgan zot Allohga ya Alloh deydi. Yurak urishini ko'rsatuvchi jihozdagi egri-bugri chiziqlarga tikilib turibsiz. Kasal yotgan yaqiningizning nafas olishi qiyinlashib, yurak urishi sekinlashib, jihozdagi haligi egri-bugri chiziqlar asta-sekin pastlab keta boshladi. Siz shu payt hamshiraning ismini yoki doktorning nomini unutasiz-da, umid bilan ya Alloh o'zing asra deya yolvorasiz. Noto'g'ri fikrlar. Aslini olganda iymon borliqdagi eng yengil tushunchadir. Uni anglash uchun kitob yoki falsafaga hojat yo'q, tadqiqot va tekshiruvlarning ham keragi yo'q.
Ixlos bilan shahodat kalimasini aytsangiz bas, keyin uning o'zi miyangizdagi noto'g'ri fikrlarni tarqatib yuboradi. Qur'oni Karim bu ma'noni muxtasar qilib aytadi. Alloh deb ayting. So'ngra ularni o'z hollariga qo'yib bering, o'ynab yuraversinlar. An'om surasi 91-oyat. Alloh so'zining o'zi hayotdagi eng katta yolg'onni yo'q qilishga kafildir. Har bir insonning ichida, har bir hujayra dohilida va har bir qon tomiri atrofida Allohni yaxshi taniydigan, unga tasbih aytadigan va sajda qiladigan unsurlar bor. Shu tufayli hatto kofir inson ham Qur'on eshitganda undan ta'sirlanadi. Siyratning mashhur voqealaridan birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Masjidul Haromda o'tirgan Makka mushrikilari oldiga kelib Najm surasini o'qib berdilar. Suraning oxiridagi sajda oyatini tugatishlari bilan hamma sajdaga yiqiladi. Hammalari sajda qiladilar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haydab chiqargan, ozor bergan va o'ldirmoqchi bo'lgan kimsalar ham sajda qiladilar. Buning sababi ularning hujayra va tomirlaridagi haligi unsurlar kuchli iymoniy quvvatni paydo qilib, ularni sajda qilishga undagan edi. Yulduzlar. Alloh taolo bandalari qalbida o'ziga bo'lgan muhabbat ehtiyojini yaratib qo'ygan. Insonlar qalbida muqaddas bir muhabbat tuyg'usi mavjudki, bu tuyg'uni Allohga egilish, baytini tavof qilish, uning huzurida namozda turish, uning uchun uyqusidan voz kechish va uning yo'lida mol-u jonini fido qilishdan boshqa narsani qondira olmaydi. Insonlar qalbida muqaddas bir muhabbat tuyg'usi mavjudki, bu tuyg'uni Allohga egilish, baytini tavof qilish, uning huzurida namozda turish, uning uchun uyqusidan voz kechish va uning yo'lida mol-u jonini fido qilishdan boshqa narsa qondira olmaydi. Bu olamdagi barcha narsa, hayotda ro'y berayotgan butun voqealar sizning qulog'ingizga sen qidirayotgan zot seni ko'rib, eshitib turibdi, deya pichirlab turganday go'yo. Bir fosiq kishi bir ayolni xilvatda uchratib qolib, uni yo'ldan urmoqchi bo'ladi. Ayol bosh tortadi. Kishi, nimadan qo'rqasan? Bizni yulduzlardan boshqa hech kim ko'rmaydi, debdi. Ayol boshini tik tutib javob beribdi. Yulduzlarni yulduz qilib qo'ygan zot qayda qoldi? Alloh qayda qoldi? Bu so'zlar Allohga yolvorib murojaat etadigan, uning rioyasini qiladigan va u zot har bir narsani ko'rib, bilib, eshitib turishiga aniq ishonadigan qalbdan chiqqan so'zlardir. Qalbning Allohga yuzlanishi xuddi namoz o'qiyotgan insonning qiblaga yuzlanishiga o'xshamog'i lozim. Qalbingizning o'ng va chap tarafiga xohlagan narsangizni qo'ying, lekin uning old tarafi, qalbingiz to'rini faqat Alloh roziligi, uning rioyasi va uning muhabbatigagina ajrating. U zotni unutib qo'yasiz. Bir narsangizni qidirib topa olmayotgan bo'lsangiz, u bilan band bo'lishni qo'ying-da, Allohning yodi bilan band bo'ling. O'sha narsani sizga bandam menga murojaat qilsin, yolvorsin, Allohim yo'qotgan narsamni o'zing qaytarib ber deb duolar qilsin, deya Alloh yo'qottirib qo'ydi. Alloh taolo ehtiyojlaringizni qo'yib, o'zi bilan mashg'ul bo'lishingizni xohlaydi. Siz bo'lsa ehtiyojlaringiz bilan band bo'lib, uni unutib qo'ymoqdasiz. Ulamolardan birining shu ma'noda aytgan nafis so'zlari bor. Uning mag'zini chaqib, qalbingizga joylab oling. Boshingizga kasallik, g'am, qayg'u yoki qandaydir kulfat tushganida katta foydasi bo'ladi. Bandaning boshiga biror kulfat tushsa, uning butun fikru yodi kulfatdan qutulish va g'am qayg'ularini aritishdan iborat bo'lib qoladi. Shu bois Alloh taologa tavba tazarru va duo iltijolar qiladi. Tavba va duolar aslida toat, ibodat hisoblansa-da, lekin bu bandaning asosiy niyati ibodat qilish emas, balki rizq, g'alaba yoki sog'liq kabi dunyoviy ehtiyojlarga erishish bo'ladi. So'ng qilgan duo tazarrulari sharofatidan uning uchun Allohga iymon, uni tanish, unga muhabbat qo'yish va zikru duolar rohatini his qilish darvozalari ochiladi. Oqibatda mazkur ma'naviy ne'matlar uning uchun o'zi istagan dunyoviy ehtiyojlardan qadrliroq va sevimliroq bo'lib qoladi. Bu ham Allohning bandalariga bo'lgan mehribonchiligining bir ko'rinishiki, dunyoviy ehtiyojlar vositasida ularni diniy yuksak maqsadlar tomon yetaklab qo'ymoqda. Musa alayhissalom davrida bir yili uzoq vaqt yomg'ir yog'may qurg'oqchilik bo'ldi.
Shunda Muso payg'ambar qavmidan minglab erkak, ayol va yosh bolalar bilan yomg'ir so'rab Allohga duo qilgani chiqdik. Yo'lda ketayotib qo'llarini osmonga ko'tarib bulutlarning Robbisiga yolvorib duo qilayotgan bir chumolini ko'rdilar va bu xokisorlik va yolvorish bilan qilingan duodan keyin albatta yomg'ir quyishini bilib qavmga bo'ldi, qaytib ketaveringlar, chumolining duosi kifoya dedilar. Ular momaqaldiroq ovozi va yomg'ir tomchilari ostida uylariga qaytdilar. Yoshligimda bir qorining duosini eshitib juda ta'sirlangan edim. U: Allohim, ulovlarimizni sening ostonang ostida to'xtatdik, bas bizni o'z huzuringdan quvmagin, deb duo qilar edi. Mana shu saxovatli zot ostonasida ulovlarni to'xtatish somadlik ma'nolaridandir.